Bizni Ahmadjon Hasanov tibbiy psixologiya markazimizga mana kelganingizga bir hafta bo'ldi. Bugun 8-kun darsga keldingiz. Mana shu 8 kun oldin kelganingizda nima muammolaringiz bor edi? Menda muammo juda ko'p edi. Nima edi? Birinchidan vahima qo'rquv bor edi menda. Aha. Mesela qo'rqardim, mana shundan qo'rqardim. Mana shu vahimaga uzr gapingizni bo'lib qo'ydim, bitta gaplashamiz. Mana shu vahima sizni qancha qiynadi? 1 yilmi, 6 oymi? 1 yildan oshdi. 1 yildan oshdi. Ana shu vahimalaringiz mana 7 kun ichida, bir haftaning ichida qanday bo'ldi? Yo'qoldimi, yo hali davom etyaptimi? Hammasi yo'qoldi, vahima ham. Aha. Yana nima bordi vahimadan Meni tashqari? davlenim baland yurar edi. Aha. Davolanib chiqqanimdan keyin yaxshi bo'ldi-yu, davlenim 140 bo'lsa ham o'zimni yomon his qilar edim. Aha, davleningiz oshardi-da, 140 gacha bo'lsa. Oshsa ham yuragim o'ynab, qo'llarim qaltirab, yomon vahima bosib qo'rqib ketaverardi. Mana shu bir haftaning ichida yurak o'ynashi, davleni oshishi qanday bo'ldi? Davlenim umuman yo'q bo'ldi. Yo'q bo'ldi. Oldin bir narsa yeyishga ham qo'rqib o'tirardim. Dasturxonda nimaki bo'lsa, shu xayolimda hammasi davlenini ko'tarib yuboradigandek bo'lardi. Hozir yersizmi shu narsani? Sizni birinchi darsingizdan chiqib borib hamma narsani nimaki bo'lsa yedim, o'sha davleni ko'taradigan. Tuxum bilmayman, oxirgi marta qachon yeganman esimda yo'q edi. Tuxumlarni ham bemalol yeyapman. Yaxshi. Yana nima bor edi sizda? Qabziyat bor edi. Qabziyat necha yildan beri o'zida qilardi? Qabziyat menda oldindan bor edi. Anchadan beri bor edi. 5 yil, 10 yil. Shu 5 yillar bo'lsa kerak. 5 yillar. Hozir mana bir hafta shug'ullandingiz, qabziyat qanday bo'ldi? Qabziyat ham yaxshi. Necha kundan boshlab ichagingiz yaxshi ishlab ketdi? Shu 3-4 kun, 3-4 kunlardan keyin yaxshi bo'ldi. Yaxshi ishlab ketdi ichagingiz. Yana nima bor edi? Shu vahima bosib qo'rqqanimda nafasim ham qisib qolardi. Aha. Nafas qisishlarim ham yo'qoldi, yaxshiman hozir. Mana hozir shu bir haftaning ichida sizni sog'lig'ingiz taxminan necha foizga yaxshi tomonga siljidi chamasi? 100% ga yaxshi bo'ldim desam ham bo'ladi. 100% ga yaxshi bo'lsiz. Biz mana shu yerda kursimiz davomida aytgan narsalarni siz bajarib sog'aydingizmi yoki kursimiz tugagandan keyin habibdan keyin biror joyga borib lechina olib boshqa bir lechina ta'sirida sog'aydingizmi? Yo'q, hech qanaqa. Hatto o'sha ichadigan dorilarim, bir paket dorilarimni birontasini ichmadim. Hammasini olib o'rab otib yubordim boshqa. Malades. Odam dori ichmayapman hozir. Rahmat. Odam dori darmonsiz sog'ayar ekanmi? Albatta sog'ayar ekan. Odamda o'zida ishonch bo'lsa sog'ayib ketar ekan. Malades. Rahmat sizga.